Xo'sh, bu yoqda Matiz Bestimiz Galov ko'pirga almashtirishga olib kelgan edi. Biz buni ochdik. Ochsak tepada xo'sh, mana bu shatunni ham bir qarasak uzilib yotgan ekan. Shatundan keyin tepasini bitta qaradik-da. Mana Porsche'm mana bunaqa chiqdi mana. Nima deyapti u? Motor qilgan, bitta arzimagan metrajni ishlankasini qo'ymaganda, o'shani yangi originalini qo'ysa 50 ming so'm bo'lar ya bo'lsa, o'shani qo'yib yuborish kerak edi. Shuni qo'ymagan sababiga mana shu gidroudar bo'lib, shatun uzib yuboribdi. Keyin bunda zubkator remindan bunda aylantiramiz desak, akani baxti bor ekan, aylantiramiz deganda uzilib ketdi mana bu remin. Shkif bo'shatayotganda uzilib ketdi. Agar bo'lmasa klapanlarni ham qayirardi bu yurib kelganda uzilganda. Lekin klapanlar qayrilmagan. Bizning ishxonada uzilib ketdi bu narsa. 17 ligini bo'shatamiz deb bitta ключ bilan tortsak uzilib ketdi. Mana bu yoqda klapanlari qayrilmagan. Hamma klapan butun turibdi. Yaqinni qildirgan mana kraskalargacha turibdi. Akalar bitta mana shu shlankaning sababiga mana shu motor gidroudar bo'lib, motorni yana shatun qo'yishga olib keldi. Shlankalarni uni qishga tayyorlattirib, antifrizlarni yaxshidan quyib, termosatlar qildirib olish kerak. Profmaster kelsalar cho'tki qilib beramiz ishlaringizni.